Har yili an'anaviy bo'lib o'tadigan dermatologiya va kosmetologiyada zamonaviy yondashuvlar mavzuidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman bu safar Samarqand shahrida tashkil qilindi. Maqsad esa sohada bo'layotgan yangiliklarni hududlarda ham keng muhokama qilib, amaliyotga joriy qilishdir. Tadbirda 250 nafardan ortiq mahalliy va turli davlatlardan kelgan mutaxassislar ishtirok etishdi. Men Ijevsk davlat tibbiyot akademiyasining dermatovenerologiya kafedrasi mudiriman. O'zbekistonda ko'p bora bo'lganman. Har safar kelganimda bu yerdagi o'zgarishlarni kuzataman. Ayniqsa dermatovenerologlarning faoliyatidagi yangilanishlarni ko'rib quvonaman. Anjumanda bu yerdagi hamkasblarimiz bilan bu turdagi kasalliklarni davolashga bo'lgan qarashlarimiz o'xshashligini sezdim. Ushbu tadbir sohadagi yutuqlar, innovatsion usullarni muhokama qilish imkonini berdi. Ta'kidlanganidek, respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi aholiga bu yo'nalishda sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, diagnostika va davolashning zamonaviy usullarini joriy etishga mas'ul bo'lgan vertikal boshqaruvga ega bosh muassasa hisoblanadi. Markaz tomonidan hududlarda yangi diagnostika va davolash usullarini joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda esa jamoa sa'y-harakati bilan yurtimiz bo'yicha 28 ta tuman shaharni yuqori texnologik tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha namunali hududga aylantirish choralari ko'rilmoqda. Anjumanda dermatovenerologiya va kosmetologiya sohasidagi yetakchi mahalliy va xorijiy mutaxassislar bu yo'nalishlardagi xastaliklarni tashxislash va davolashning innovatsion usullari, funksional diagnostika sohasida joriy qilinayotgan zamonaviy texnologiyalar haqida gapirib, eng so'nggi ishlanmalarni taqdim etishdi hamda tadqiqotlar natijalari bilan o'rtoqlashishdi. Bugungi o'tkazilayotgan konferensiyada dermatovenerologiyaning muammo masalalari, bir necha vaqtdan beri yechimini kutayotgan kasalliklar, ularni davolashning yangi usullari joriy etilishi, ushbu usullarni joriy etish oqibatida aholimizni sog'lomligini yaxshilashga ta'sir qilishi, ularning kasalliklarni oldin olishga qaratilgan tadbirlarni o'zaro muhokama qilmoqdamiz. Ta'kidlash joizki, o'tgan yili respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga sog'liqni saqlash sohasida sifat bo'yicha akkreditatsiya markazi tomonidan xalqaro standartlarga muvofiqlik sertifikati topshirilgandi. Bundan tashqari muassasa ISO 9001-2015 hamda ISO 7101-2023 xalqaro sifat standartlarini joriy etganligi munosabati bilan ham maxsus sertifikatlarga ega bo'lgandi. Ularning barchasi ushbu yo'nalishdagi xastaliklardan davolanish uchun yurtdoshlarimizning rivojlangan xorijiy klinikalarga borishiga hojat qolmadi degani. Hozirgi vaqtda tibbiyot sohasida raqamlashtirishni aktivlashtirish, raqamlashtirish orqali teri kasalliklariga duchor bo'lgan bemorlarning og'ir shakllarini erta tashxislash va ularga vaqtida taktika davolash muolajalarini olib borish va shu bilan birga profilaktik oldini olish ishlari olib borilishi anjumanda o'z ifodasini topib keladi. O'zbekiston dermatovenerologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy amaliy ishlar juda ham bir ilg'or. Anjumanda 28 dan ortiq ma'ruzalar tinglandi hamda mahorat darslari o'tkazildi. Yosh olimlar o'rtasida tashkil qilingan tanlov ham ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Yosh mutaxassislar sohadagi yangiliklarni bilib oldilar.